Manam so'ravdim. Manam so'ravdim. Pastga tush. Hozir yiqilib mayib bo'lsang ertaga maktab bora olmaysan. Maktabga bormayman. Ana bo'ldi. Bu ertadan maktabga borsa bo'ladimi? Bemalol maktabga borsa bo'ladi. Oyog'i bilan emas, qo'li bilan yozadi-ku. Meni ustozim oyog'ing bilan yozasan degan. Bar boraman maktabga. Qisar o'ynaymizmi? Nima? Yo, qo'l qisar o'ynaymizmi deyman. Bo'ldi, endi siz navbatingiz. Qattiqroq qilsang, yosh bola ko'ryapsizmi? Hammasi ukol ekanda. Endi maktabga bormaymanmi? Muncha maktabga borish yomon ko'rasan-a? Bitta spravka qilib beraman, borib jim darsda eshitib o'tirasan, bo'ptimi? Toza jonga tegdingiz borku. Dada, men boksga bormoqchiman. Boksga bormaysan, ayb bo'lasan. Shuning uchun bormoqchiman-da. Bormaysan dedim, narigi qo'lingni qayirib olasan keyin. Balki borib bo'lgandirman. Bababbe. Yana senmi? Shu nima qilsang ham maktabga bormasang-da. Iloji bormi? Iloji bor. Xullas o'g'lingiz kasal maktabga bora olmaydi. Yomon kasal bo'laman. 10 kun davomida uyda qolib, seftraksion ukolni olish kerak bu. Mayli, ukol bo'lsa ukolda. Ha, doktorga aytay, mana bir 5 ukol qiladi. Zato maktabga bormaysan. Orqam patir bo'lib ketdi. Maktabga ketaman. Yo, vobshe tushunmayapman. Ofisiantimdan boshimga chiqib aytgan narsang olib kelib berayotgan bo'lsam, jin turishini qara buni. Otang restoranimi bu? Ha, otasining restorani. Xo'jayinning o'g'li. Sani deb ishdan ham haydaldik. Endi ish topish kerak. Seni bilmadim-ku, men topib qo'yganman. Kreditga mashina olaman-da, taksi qilib soqqani qilaman. Zo'r bo'lyapti ekan. O, kreditga aralashma. O, kamida 4 million kredit to'laysan har oyiga. Mashina bo'lsa, o texnika buzilishi bor. Unga o'rtacha 1 millionga ketadi. Tasavvur qil. O'zing yeb icharing, kiyinaman desa, unga 3 millionga ketsa, 8 million. Bir oyda 8 million topa olasanmi? Nima ishdan haydab yubordi hozir? Yo, bitta brat keldi boya. Aka, onamga go'sht olib borishim kerak. Mol go'shti bering. Qo'y go'shtiga onam davleniyasi bor dedi. Biz mol go'sht sotmaymiz-ku. Bilarkansan nima uchun haydalganingni? Sani deb men ham ishdan ketyapman. Hozir yana ish qidirish kerak. Seni bilmadim-ku, men surishtirdim. Mashina olsam har oy buzilmas ekan. Kreditga mashina olaman-da, taksi qilib soqqani uraman, bo'ldi, tamom. Otni dumi, men senga aytdim o'tgan safar. Kreditga mashina olding deylik. Buzilmagani bilan har oy 4 million kredit to'laysan, tushunyapsanmi? Undan tashqari 3 milliondan o'zingning xarajatlaring bor. Uylanaman deyapsan. Qandaysiga to'laysan shuncha kreditni? Ha, bolalar, nima qildinglar? Shu aytganingizdek motorni klap bilan to'g'rilab cho'tka qilib qo'ydik. Men dvornik almashtirish kerak degandim. Motor demadim-ku. Hey! Motorni men aytdim-ku, jinnimisizlar? O'xsharkansizlar, aka-uka emasmisizlar? Sal adashibsiz. Ikkoving ham ishdan haydaldi. Ha, nima? O'ylanma, jo'ra. Boshqa ish topamiz. Pashalar. Kreditga baribir mashina olsan-a? Ha, bo'pti, taksi qilishim kerak. Olaydimga to'g'ri aytgan ekan. Ketdim, qavarib ketdi. Soching sozimma tormidi, qomating qaytlamadi. Hammasi! Sizni borligingiz. Ke, bitta ke. Dada, men mana sizni tabriklagan gulab keldim. Xotining olmagan gulni menga beryapsan. Sal farosating o'lik tug'ilgan erkak kishiga ham gul beraman. Lekin rahmat. Rahmat, bor o'rnida, rahmat. Tinchlikka bo'lsin-da. Xotin! Hammasi sizni borligingiz ota. Otajon. Davlatim, mana bu iPhone sizga. Rahmat bolam, rahmat. Tinchlikmi, gullar, epxona beryapsan. Nimadir patasa ish boshlagansan sen, ko'nglim tegdi. Borimsiz-ku dada, hamma narsa siz uchun. Rahmat, faxrlanaman. Bo'ldi, boror. Qayerga? Tahoratni bizdan qaytadan olib kelay.
Hammasi sizni borligingiz ota. Konsertlang tugadimi? Ha, dada oching. Qanisizlar? Hammasi sizni bor. Stop. Mashinani qayerdan olding deb so'ramoqchisizda? Yo. Sen boshqa qo'shiq aytishni bilmaysanmi? Tog'a haqida bilaman. Hammasi sizni borligingiz tog'a. Hammasi. Tushunarli. Sen bola meni asamni buzyapsan. Gul berding, telefon berding, o'zing minmagan mashinani beryapsan. Nimadir ayb ish qilgansan sen. Ko'nglim sezyapti. Nima ish qilding, ayt. Ha, yo'q, hech narsa qilganim yo'q. Bu sizni xursandchiligingiz uchun hammasi. Sizni yaxshi ko'raman, davlatimsiz-ku. Chota netoda. Mana shu ko'rib turgan domingizdan 2 xonali uy sizga dada. Stop, to'xta. Sen uy beryapsan, mashin berding, gul berding, telefon, nima patasa ish qilding? To'g'risini ayt. Davlati. Ya davlatingga sen, to'g'risini ayt deyapman. To'g'risini aytsam, sizdan so'roqsiz kredit olib qo'ydim. Kredit? Ha, uy berdi, mashin berdi, gul, telefon. Mayli, men uchun-ku, to'laymizda qancha kredit olding? Shu 5 milliard. 5 mi? Oğlum ben şu gitarı neş bulturaman. 500 ming. 5 milyar 500 ming. 500 ming nimaga? Yigit topdim. Nima shuncha rasot qildim senga? Mehribon, alo. Aka. Ha! Neta paytda keldim men. Yo'q. Nima demoqchi eding? Alo, mashina haydash o'rgating dema. O'rgataman. Shart emas. Yur. Yur. Deyman. Aka haydagim kelmayapti-da. Hayda! Aka, umuman haydagim kelmayapti. Haydamay qo'ya qolay. Yo'q. Haydaysan. Ya bu. Aka, mashina haydash sog'lig'imga necha ta'sir qilyapti. Haydamay qo'ya qolay. Haydaysan. O'rganasan. Hayda! O'ngga ol. Sal o'ngga ol. Olyapman, qo'y. To'xta. Endi pоворotchikni yoqib o'ngga buril. Pоворotchik. Qaydaydi aka? Bemor hamma gapinglarni eshitadi. Faqat urintirib qo'ymaydi. Bo'ldi. O'g'lim yaxshimisan? Uka tuzalib ketsang, mashina haydashni boshqatdan o'rgataman. Urintirib qo'ydimmi deyman-da. Ты такой дерзкий, как пулярезкий. Ey, bu yog'ini yuvib chiqqanmidi? Dada, mashinamda odam urardim. O'ldimi? Yo'q, hali ham o'lmadi. Ozroq pul berdim, ketdi. Lekin tushunmayapman-da, yuvinib yursam nega unaqa bo'lyapti? Palakatda endi o'g'lim. Bir kunda qilib beraman aka. Aka salom alaykum. Salom alaykum, aka, yaxshimisiz? Daryo turgan 017 siznikimi? Urilgan? Ha, meniki. Urilgan? Ha? Qanday turgan mashinani kim urishi mumkin? Kallamga sig'mayapti. Nima uchun unaqa palakat bo'lib qoldi? Men har kuni yuvinyapman, sovunlab yuvinyapman. Nimaga, dada? Ha, palakatda endi siqilma endi. Siqilaverasan. Mendan palakat yuvinyapman-ku. Nima uchun? 2 kunda bitadi aka. 2 kun. Men Narsalarni olib qo'ylaring, ey. aka, rahmat. Mashinani zo'r qilib beribsiz. Bo'pti, kelib turing. Yo'q, kelib turing demang, uloyim kelmang shu ustaxonalarga. Rahmat. Aka, bunga 3 kun vaqt ketadi lekin. Yo, Jo'ra, tushunmayapman-da. Mashinada hech ish qilganim yo'q. Toza yuribman, yuvinib yuribman. Nega palakat bosib qoldim? Vobshe tushunarsiz-da. Ha, senga yordam bo'lsin-da taksi qilib yuribman. Kim bu, jon? Xotinlarga o'g'illar deyman. Don zikki osmondan emas. Zo'r narsa o'rgandim. Qara, tur. Qara. Vo, zo'r Endi bu yoqqa qara.
Oho, buni nerv tomirlari qisilib qolgan. Bir oyda oldingi holatiga qaytadi. Bir oy shunday yuramanmi? Bir oydan keyin borsangiz o'zim joyiga solib qo'yaman. Assalomu alaykum. Siz kulyapsizmi ustimni? Yo, kulganim yo'q, noto'g'ri tushunyapsan. O sizga aytibman, uydagilarim meni boshqa yerga bermoqchi. Siz tirjayib o'tiravering. Yo, tirjayganim yo'q, noto'g'ri tushunyapsan. Aytyapman, uydagilarni jo'nataman, ha. Babir kulyapsiz, a? Endi o'shanga yerga tep ketaman. Yo, kulganim yo'q, bunga ishonma, yig'layapman men hozir. O'g'lim, senga bitta gap aytmasam bo'lmaydi. Biroq hozir yuzingga ham qarolmayapman. Qanaqa aytishdi? O'ylayapman. Seni boqib olganmiz o'g'lim. Xotin, o'g'limiz bizni to'g'ri qabul qildi. Xotin! Uyimgacha kelmasangiz ham erta ishga borardim. Chidolmadim-da, doktor. Bir oy bo'ldi-ku, davolab qo'ying tezroq. Tayyormisiz? Ha. Nima emaski taqib oldingiz, endi bu sizga kerak emas. Qani o'zingiz bo'sh qo'ying. Xo'p. Ikkinchisi oxirgisi. Nima bo'ldi, doktor? Tuzaldimmi, yaxshi bo'lib ketdimmi? Onang men bir boyaki maska qani edi? Ты такой дерзкий, как Пуляревский. Yo, bolalar, agar men 6 ta podpисчигim 2000 dan tashlasa bitta muzli marojni olar ekanman. Tashlaylar, davay. Chinoy. Mazam bo'lmayapti, tez yordam chaqir. Dada, men sizni o'zim davolayman. Ana, zo'r tushdim. Ana. Sal noto'g'ri ketib qol. Ana. Nima mana. Ana, zo'r tushdim. Ya, noto'g'ri tushding, lekin shu tochgani eslab qol. Doktor chaqirmasam bo'lmayapti. Dada, boshqatdan tiqib ko'raymi? Bugun sizlar bilan kasal odamni oyoqqa turg'azadigan damlama tayyorlaymiz. Davay, tayyorlayman. Bizga uylanmagan kaptarning bir dona pati kerak bo'ladi. Pat bor mana. Uylanmagandir. Uyingizda bir donagina barg bordir. Barg bor. Mana. O'sha bargni aslo sola ko'rmang. Voy. Agar sop qo'ygan bo'lsangiz qaytarib olmang. Agar yana qaytib olgan bo'lsangiz, mayli tashlab yuboring. Hech narsa qilmaydi. Birinchi kelishmanglar. Dada, zo'r damlama tayyorladim. Ichsangiz tuzalib ketasiz. Bitta iching. Ta'sir qildimi? Yo'q. Ta'sir qilib qolaman. Doktor chaqir. Yo'q, dada, zo'r damlama bu. Voy sassiq. Boya kaptar uylangan ekan. Dada, uzr. Voy chirib ketdi ya. Kasal odamni o'rnidan turg'azish. Hozir chiqadi. Zo'r qilib ham o'ynayman. O'rolik Jamshid akaning maslahati. Boshqa narsa chiqib ketdi-ku. Mana. Ha, nima bo'lyapti? Ha, ota. Bormi ola? Ha, ota. Qayerdan keldingiz? Tushunali. Bormi og'riq? Bormi? Bormi og'riq? Og'riq kuchaydi. Doktor chaqir. Bul dada. Yig'lamang. Oho, ahvolingiz o'ta og'ir, otaxon. Nimaga shu paytgacha tez yordam chaqirmaysiz? Yo, sizga kimdir qarshilik qildimi? Qarshilik qilgan bo'lsa ayting, men uni ko'raman o'zim. Ha, men aytdimmi? Yo, men aytdim, dada, doktorga boraylik dedim, dadam. Dada. Hozirga zo'r narsa ko'rsam, faqat hech kimga aytma, xo'p? Qara. Ya! Nima qilyapsiz? Ko'p-katta odam yosh bolaga ham shu narsani o'rgatadimi? Undan ko'ra kirib oyog'ingizni yuving. Hidiga chidab bo'lmaydi. Tuvaltdagi gullarim ham so'lib ketdi. Mana, issiq suv. Oyog'ingizni vanna qiling. Bo'ldi, ko'p o'tirdim. Zo'r bo'ldi. Qaralaring o'sha ariq-ichini yaxshilab qara. Nima qilyapsizlar? Mahallada anchadan beri nimadir sasiyapti. Hayvon o'lgan bilmayman. Bor sen ham qarash. Yo, vaqtim yo'q, boshqa safar. Hid kuchaydi, qaralashdi bo'lishi mumkin. Kelin o'g'lim bilan yaxshi yashayapsizlarmi? Yaxshi, rahmat. O'g'lingiz ishdan keldi menimcha.
Sevasan-da, ha? Har doim eshikni taqillatmasimdan o'zing ochasan. Qayerdan sezasan? Oyoq izi hididan. Dada ko'ngilga tegadi ham demaydi. Oyong sasayab deyveradi. Men o'zingiz ayting, hozir xonada hid bormi? Yo'q, yo'q, yo'q. Yo'q, meni o'zimga ham sezilmaydi. Eshityapsanmi? Yo'q hid. Suv sovib qolmadimi? Ha, yo'q, yo'q. Tursak bo'ladimi?